Күн баян аң сәмими, ділдің баян. Bu tunda siz uchun Güneş tarjimasi Aң yaxshi kutinish, o'zini davolash nomli yozmani elib keldim. Balkim o'ylayotgansiz, kishi o'zini o'z qanday davolaydi deb. Amaliyotda eng yaxshi doktor, eng yaxshi psixik yetakchisi yana o'zimiz. O'zimizni davolash, o'zimizdagi og'riqni boshqalarga topshirib berishdan ko'p o'ng'aymikan deyman. Anglashga tayyorligingiz bitdimi? Başladım amisa. Hayotda shunday bir chaqlaringiz bo'ladi-ki, bir mazgil zimmangizda eg'ir shikla. Ko'ngil ishida azorlangan, xizmatda ziyon topgan, ko'z oldingiz xira, kun bo'yi holingiz parishon. Keyin xizmat aldirashchiligi ansizlikni saqaytgan. Ma'naviy to'qliq iztiroblaringizni pasaytgan bo'ldi. Vaqtning o'tishi hammaga davo bo'ldi. Lekin amaliyotda bularning hammasi o'z tirishchanligingizdir. Odam o'rta yoshga bo'lganda ishlar tez keladigan bo'lib qoladi. U chaqda falokatlardan o'zi eshishga, jarohatlarni o'zi saqaytishga to'g'ri keladi. 40 yoshdan keyin odamga eng yaxshi turmush, o'zi yaratgani, eng loyiq kutinish, o'zini davolash bo'lib qoladi. Anglang azizim. Zihningiz uyg'oq chaqda ishlang. Jihu to'g'rida bir odamni eng tez kerakdan chiqardig'ini nima deb so'ralgan ekan. Mundaq bir javob eng ko'p olqishlanibdi. Kunlab, oylab, hatto yillab bekor qilish. Xushliqidimi, xafaliqidimi bekor yurish. Ondan o'zni tashlab etish. Barhaqki hayotda eng qo'rqinchli bekor yurib qilishdir. O'tgangi kunlarda artist Mayili ma'lum programmada o'zining bultirqi ahvolini so'zlab, ajrashgan dastlabki kunlarda garanglashirganini, bir mazgil hech ishqa so'li yo'q, ham so'ralma bo'lib qolganini aytadi. Shundaqdimi tegidan intilishchanligi, passiv kayfiyatga cho'kiblashishi bo'lmaydiganligi o'ziga ayon bo'lg'achqa, u o'zini zo'lab bo'lsa-mu chiniq qilib olgan. Ko'ngil shab tirishib ishlagan. Psixik doktorga ko'ringan. Жаңналап davolangan. U bilganki, nemali bo'lsin, avval aldirash yurib elish. Bekorchilikda qolgan oyog'i chiqmas xiyollardan o'zini tortib, turmushni to'yindirish kerak. Ba'zida bizni o'zimizning yo'qlan xiyollar barbod qiladi ekanki, osh chekish xiyollarmi dal bekorchilikdan tug'iladi ekan. Hajvi rasm peshvosi Fang Changshan apandi bir asr yashagan. Ammo ijodiyatdan oxirgi tiniqlardimi to'xtatib qo'ymagan kishi edi. U 1986-yili oromga chiqqandan keyinmi yana avvalgidek sahar turib, atigini rasm sizish, tushda yiziqchilik qilishni uzmay davomlashtirgan edi. Uning o'z suratiga mundaq bir she'r qistirma qilingan. Oddiy sodda o'tdi izchil mening kunlarim. Menib harva yezib asar sizib ham rasm. Ishlar oddiy bo'lsa-mu bekor qolmadim, jon tenimga davo shu, aldirash yurmikim. Bekorchilikdan yalqovlik tug'iladi. Aldirashlikdan tan quvvatlanadi. Shunga zihn uyg'oq chaqda ishlang. G'am kelganda sabrlik bo'ling. Vaqt to'g'ri emas, ammo to'g'ri vaqt ichida. Aldirashlik xushallikning muqaddimasi. G'amlarga ham baland to'g'ridir. Gangrab qolganda kitob o'qing azizim. Otamanda mundaq bir ma'nilik so'z bor. Mohiyatni daqiqada ko'ygichilar bilan yerim umrdimi ko'maslarning taqdiri tabiiy o'xshash bo'lmaydi. Shuningdek, kishining tonishi uning taqdirini xeyli darajada belgilab qo'yadi. O'ziga bo'lgan tonishni o'stirish, tafakkurni kengaytirish va qaymoqishlarni yengishda eng yaxshi yo'l kitob o'qish bo'lsa kerak. Yangjang xonimga ilgari yosh bir o'qirmandan bir xat keldi. Xatda kishilarning tushuniksiz ham tuturuqsiz bo'lib ketgani haqida ko'p qaqshalgan edi. Xonim xatni o'qib bo'lib, u yoshqa sizdagi masala o'qigan kitobingizdan qilgan xiyollaringiz eshib ketibdi deb
javob qaytardi. Hammamizning tafakkuri cheklik bo'ladi. Bilginimiz o'ylaganlarimizni dalillashga yetmaganda ortiq o'ylab qolamiz. Ondan o'zimizni ko'may, sababni boshqalardan izlashga boshlaymiz. Shevshenka turmusdan qutulish filmida menga eng ta'sir qilgani shu bo'ldiki, Andi turma boshlig'ining ishonchisiga erishib, uningdan kutubxonada ishlashni o'tinadi. İşleş jarayonida o kitoblarni ko'paytirish to'g'risida u da 6 yil iltimos sunib, oxiri bir turkum koni kitoblarni topshirib oldi. Ondan 20 necha turma deshining o'rganishiga yordam qilib, ularning o'zini yuksaltishi va to'liq o'rta ma'lumotiga erishishiga turtki bo'ladi. Bir mezgillik o'rganish ularning turmadan chiqib, burunqi bekorchilikni tashlab, loyiqida xizmat tepishiga asos bo'ladi. Andi o'zini o'rganishni tashlab qo'ymaydi. Taki plani ishga oshgan kungacha kitob o'qish bilan jasoratlanib turdi. Kitob inson o'y fikrini yoshirincha o'zgartib, ruhiyatini bilindirmay mo'llashtirib turdi. Ochonlarda qayonga mengishni bilmay turib qolganimizda ko'ngilni to'xtatib bir kitob yoki yaxshi bir asar o'qib olgan tuzuk. Anglang azizim. Ochig'ingiz kelganda harakat qiling. Hayat kapitali nomli kitobda shunday bir bayon bor. Odam hech qachon kayfiyatining quli bo'lib qolmasligi. Aksicha uni tizginlash kerakki, o'z ishlarini uning tizginiga topshirib qo'ysa bo'lmaydi. Ahvol har qancha nachar bo'lsa-mu, imkon qilib o'z muhitingizni cho'lkashga, qorong'ulikdan qutulib chiqishga tirishing. Afsuski, kayfiyat tizginidagi hayot nima degan qo'rqinchli. Maktabdagi chog'da balalar bilan shunchaki taqallashib qolganga qo'l yondirib, o'zimiz va boshqalarni ozorlaymiz-yu, ochchig'imiz uning bilan besiqib qolmaydi. Xizmatdan sirt chog'larda xuйjan bo'lib qilib, hadisli qiziqqanlik bilan ishlarni oqsitib qo'yamiz. Ammo kayfiyat uninglik bilan joyiga tushib qolmaydi. Kishilarga muomalada o'z beshimchi bo'lib qilib, hammaylarni o'z kayfiyatimizga baqtirmoqchi bo'lamizda, ulardan shiraqlashib qolamiz. Ammo buningdan bizga xushallıq kelmaydi. Ba'zilar bir odamning pishqinligi uning kayfiyatini tutalishi va ruhiy holatini tangshiyalishi deb bilinadi deydi. Cho'nglar uchun kayfiyatni ichiga besiverib kasal paydo qilish emas, loyiqida qo'yib yetishmi shunday muhimdir. Ruhiyat tomonlardan shiraqlatib, yangi hayot beg'ishlaydigan shunday eng yaxshi yo'l harakat qilish bo'lsa kerak. Psixik tadqiqotlarda ko'rsatilganki, harakat qilib turadiganlarning siqqinlik nisbati boshqalardan xeyli to'van bo'ladi. Harakat qilish xuddi odamning o'z ichiga o'sgan yovi o'tlarni tozalab, kun nuriga cho'milgidek bo'shliq paydolashiga misoldir. Gena achchiqlarni ichiga yutib yurgandan chiqib yugurgan, dala harakatlarga qatnashgan yaxshidirki, tanning ozodligi ko'ngilga ozodlik bag'ishlaydi. Xuddi tibobatchilik otasi Hippokrat aytgandek, inson saqliqning manbasi oftob, havo, suv va harakatdir. Azizim, yolg'iz qolganda qalaymaqan xiyollar qo'ynidan yenib chiqing. Yolg'iz qolganda o'zingizni so'raqlang. Yosh cho'ngaygan seri dunyo o'zingizning xalq bilan ishi yo'q degan gapni shuncha tushunib qoladi ekanmiz. O'rta yoshdan keyin odamga yolg'iz muhitda fikr yurgizmak birmuncha kishilarning varang-cho'rongiga qistirilmoqdan rohatrakdir. Yolg'iz chog'larda o'zni ko'rish aslida yetilgan bir odam uchun eng katta tinchdir. Rasm ustasi Chibeyshi o'z umrida sanoqsiz asarlarni yaratgan bo'lib, kishilar uning rasmlarini jongochi rasmlarning yo'ntisi deb ta'riflashadi. Halbuki buncha yuqori utuq qazanolishini uning o'zi haqida o'ylanish odatidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. O 88 yoshga kirganda shoir Ayching uning yosh chog'larida sizgan rasmlarini ilib yo'qlab keladi va rost yolg'onligini ayirtmoqchi bo'ladi. Rasmlarni kuzatkicha Chinbayshi o'zining burun sizgan ko'rinishlarini aslab, hozirgi saviyasining shu chog'dagidan ko'p chekinib ketganini sezadi. Shu ishdan keyin u o'zi haqida o'ylanib,
Hozir kishilar meni shuncha katta ta'riflaydi. Buningdan o'zim masal mag'rurlanib qopdiman. Әмді 10 yil burunqi rasmimga qarab ko'p eslandimki, burunqiga qaraganda shunchalik chekinibdiman. Shuningdan e'tiboran har kuni yolg'iz qolganda rasmchilik asosi bo'yicha mashq qilish uning odatiga aylanadi. Shunlashqimi, uning oxirgi umridagi asarlarmi kishilarning shuncha yoqtirishiga erishadi. Saygintan, ya'ni Say yiltizi paranglari nomli kitobda timtas tunda anglanadi qo'ng'iroq uni qatma-qat tushlardan olar qaytirib meni. Baqqach sizik ko'lchakdagi oy sho'lasiga mungdishiman ko'rib shunda o'zim aksini deyiladi. Tinch paytlarda o'tmishdagi o'z bilan fikrlashish, masalalarni haq nuqtada turib bayqash va tuzatish, ondan boshqadan jonlanish turmushdagi eng yaxshi usuldir. Shu yolg'iz paytlarni obdan tutib, adovat og'irnashlarni qo'yib turib, jahonning ishlariga aqliy nazarda qaraya olsak, o'zimiz haqida o'ylanish bizga qutulish bo'ladi. Yozuvchi Lunining mundaq bir so'zi chin aytilgan. Har odamning hayotda qaldan tomoq o'tmas bir chaqlari bo'ladi-ki, shundami yemay, hangviqib o'ldirish emas, chidab bo'lsa-mu yutib etish lozim bo'ladi. Odamga hayotda hamma yo'lni o'zi qadamma-qadam mengib tugatmay amal yo'q. O'zni qutqizishmi odamning tanlashidir. Bu jarayonda azizim, aldirashliq o'tib olish uchun, o'qish, pishib olish uchun, harakat moslashib olish uchun, so'roqlanish bo'lsa, o'zimizni tangsib olish uchun vaqt berganimizdir. Bir kunlarda shuni bayqaysizki, ko'p yillardan beri yetildirgan odatingiz vaqt ichidagi do'riga aylangan. Eng chidg'usiz paytlarmi bilib bilmay o'tib ketgan bo'ladi. Kunashning tarjimasiga rahmat aytaman. Albatta, diqqat e'tiboringiz bilan anglab bergan sizga rahmat aytaman. Oxirida izchil so'roqlanib kelgan o'zimga rahmat aytaman. Azizim, tafakkur qilyapsiz. O'zingizdan o'zingiz savol so'rab beqiyapsiz. O'zingizni davolash uchun, o'zingizdagi benormal psixik holatlarni o'ngshash uchun ancha-muncha harakat qilyapsiz. Kitob o'qiyapsiz. Agar shunday qilayotgan bo'lsangiz, muborak bo'lsin. O'zingizni izlash yo'lida tirishib yetibsiz. G'ayrat qiling. Xayr azizim, bu tundagi bayonimni mush yerda yopaman. Hammamizga osoyishlik va barakat tilayman. Xayrli kech azizim. Yaxshi tush ko'ring.